Roza faqat och qilishla emas, balki qayta qo'zg'atish. Bugungi tez suratlik dunyoda biz doim sirtqi dunyoning shovqin suranlariga agishib yurib, o'zimizning ichki dunyosini unutib qolamiz. Roza bizning jismoniy, axloqiy va ruhiy sistemimizni asliga keltiradigan bir ulug' jarayondir. Roz tutish faqatla o'rib odat yoki ko'pchilikka agish bo'lib qolsa, uning mevasi faqat ochliq va ussizlikdan iborat bo'ladi. Biz rozini bir mashq maydoni deb qarashimiz kerak. Agar rozidan burungi o'zingiz bilan rozidan keyingi o'zingiz o'ttirisida axloq, sabr va kishilik munosabatda farq bo'lmasa, undaqda biz texi rozining haqiqiy ta'mini tetmagan bo'lamiz. Maqsadlik roz tutish hamma tutib men tutmasam bo'lmaydi degan tafakkur qulluq tafakkurdir. Men yaratilish maqsadimni asliga keltirish, nafsimni tizginlash va Allohga yaqinlashish uchun tutaman deyish bo'lsa hurlikdir. Roza bizni tashqi dunyodan uzib, ichki dunyoimizga uvlaydigan bir nurdir. Islom olimi Imom G'azali roz tutquchilarning ma'naviy holati va sifatiga qarab rozini 3 martabaga bo'lgan. Birinchi, amma rozisi, odatdagi kishilarning rozisi. Bu eng to'van martaba bo'lib, rozining fiqhi, ya'ni qonuniy talabini o'rindashni ko'rsatadi. Ma'nisi faqat qo'rsoqni yemak ichmakdan, jinsiy havasdan tutish. Holati inson och qoladi, usaydi, ammo tilda yanala yolg'on so'zlashi, g'ayvat qilishi yoki boshqalar bilan jidallashishi mumkin. Natijasi bu roza orqali kishi buyun qarzidan qutuladi. Ya'ni roz tutmadi deb jazolanmaydi. Ammo rozning haqiqiy ma'nosi nuri va savobi intayin oz bo'ladi. Ikkinchi, xoslar rozisi, yaxshilarning rozisi. Bu a'zolarning rozisi debmi ataladi. Bu martabada inson qo'rsiqinila emas, butun badanini gunohdan tutadi. Ma'nosi ko'z haromga qaramaydi. Quloq g'ayvat, nodonlik so'zlarni anglamaydi. Til g'ayvat, shikoyat, yolg'on va bema'ni so'zlarni tashlaydi. Qo'l-put boshqalarga ziyon yetkazishdan saqlanadi. Hadisdan dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: nurg'un roz tutquchilar borki, ularning rozisidan oladigan nasibisi faqat ochliq va tashnolikdir. Xoslar rozi tutganlar bu xatardan xoli bo'ladi. Uchinchi, xoslarning xosi rozisi eng yuqori martaba. Bu qalbning rozisidir. Bu martaba yetish nihoyat buyuk bir g'oyadir. Ma'nisi qalbda Allohdan boshqa hech qanday narsaga o'rin bermaslik. Butun zehnini dunyoviy g'am andishalardan, hasaddan, o'ch adovatdan pokizlab, faqat Allohga yuzlanish. Holati agar bu kishining xiyoliga iftorda nima yerman degan so'z kirib qolsa-mu, u kishi buni qalb rozisiga nisbatan bir nuqson deb biladi. Chunki u butunlay Allohning huzurida ruhiy maslik ichida bo'ladi. Pen bilan selishtirganda buni bir xil darajadan tashqari diqqat markazlashtirish deb qarashga bo'ladi. Kishining mingisi tashqi dunyoning g'avg'olaridan uzilib, ichki tinchlikning eng yuqori chekiga yetishdir. Nemishqa bunday martabalar bo'ladi? Chunki roza bir maktab. Birinchi martabada intizomni o'rganadi, taomni tashlash. Ikkinchi martaba axloqni o'rganadi, a'zolarni tutish. Uchinchi martaba muhabbatni o'rgatadi, haqqa bog'lanish. Bizga qaysi lozim? Albatta, biz hech bo'lmaganda xoslar rozisiga yetishga tirishimiz kerak. Chunki faqat och qilishni hamma odam qila oladi. Ammo g'azabni tizginlash, tilni tutish va qalbni pokiz tutish haqiqiy rozining mevasidir. Roza jarayonida nafsni tizginlash bir turlik ruhiy chiniqish bo'lib, bu faqatla o'zini cheklash emas, balki o'zini qayta bayqash jarayonidir. Nafsni tizginlashning amaliy va unumli usullarini tövandagi turlarga bo'lish mumkin. Nafs doim sirtqi ta'sirlar orqali qo'zg'aladi. Ko'z rozisi bugungi kunda nafsni eng ko'p qo'zg'atadigan telefon va ijtimoiy taratqular. Roz tutgan mazgilda yemaklik suratlari, foydasiz sinlar yoki boshqalarga hasad qilishga sabab bo'ladigan mazmunlardan yiroq turing. Til rozisi
g'ayvat yoki behuda so'z qiladigan so'rinlardan o'zingizni torting. Chunki til jidalga boshlasa, nafs ochiqlanish orqali g'alaba qilishga urinadi. Ikkinchi, ongliq pozitsiya tutish. Nafsingiz biror gunohni yoki ortiqcha ishni qilmoqchi bo'lganida, o'zingizga hozir emas, iftordan keyin o'ylashib ko'ray, dang. İftar bo'lganda odatda u hissiyat pasayib qolgan bo'ladi. O'z-o'ziga eskartish. Har qatim qiynalganda, men buni Alloh uchun qilyapman. Men o'zimning xo'jayini, nafsimning quli emas, deb takrorlang. 3. Zihinni suratlik yo'tkash. Ibodat va emgak. Nafs bekorchilikni yaxshi ko'radi. Bekor turganda yomon xiyollar ko'p keladi. Qur'on va zikr. Qur'on o'qish mengini tinchlantiradi. Zikr bo'lsa, zihinni bir nuqtaga yig'idi. Bilim elish, kitob o'qish yoki biror foydali hunar bilan shug'ullanish nafsning ortiqcha talablarini unutildiradi. 4. Ijtimoiy jihatdan tizginlash. Uyquni tartibga solish. Ortiqcha uxlash kishini g'o'rin qilib, nafsini yomon xiyollarga boshlaydi. Azroq, ammo sifatli uxlashni tanlang. Iftor va suhurdagi cheklama. Iftorda haddidan ziyoda to'yib yevilish kunduz qilgan nafs mashqini yo'q chiqaradi. Az yeyish nafsni sundirishning eng kuchli qurolidir. 5. Hadisdan askartish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: haqiqiy jihad Allohga toat ibodat qilish yo'lida o'z nafsi bilan jihad qilgan kishilardir. Tarovih namozi degan nima? Tarovih namozi Ramazon oyiga xos bo'lgan xubdan namozdan keyin vitr namozdan ilgari o'qiydigan bir sunnat namozdir. Tarovih degan so'z aram elish, aram berish degan ma'nolarni bildirdi. Bu namozning nima uchun bundoq atilishidagi sabab kishilar har 4 rakat namozdan keyin bir oz aram elib Allohni zikr qilishganligi uchundir. Tarovih namozining alohidliklari va o'qish shaklini tuvandagi bir qancha nuqtalarga bo'lishga bo'ladi. Birinchi, tarovih namozining hukmi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam doim o'qigan va tashabbus qilgan kuchli sunnatdir. Farz emas, uni o'qish majburiy emas, ammo o'qigan kishi intayin cho'ng savobga erishadi. Gunohlari mag'firat bo'ladi. Ikkinchi, namozning vaqti. Xubtan namozning farzi va sunnatini o'qib bo'lgandan keyin boshlanadi. Toki bomdod namozining vaqti kirguncha, ya'ni suhur vaqtigacha davomlashadi. Odatda xubtan bilan vitr namozining oralig'ida o'qiladi. 3. Qancha rakat o'qiladi? Tarovih namozining rakat soni haqida o'xshamagan qarashlar bor. Ammo eng ko'p umumlashganlari 8 rakat. Ba'zi kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tahajjud namoziga asosan 8 rakat o'qigan. 20 rakat. Bu ko'pincha islom mazhablarida, ya'ni jumladan Hanafi mazhabida qabul qilingan sunnatdir. Ayollar tarovih namozini o'qamdi? Ha, ayollarmi erlarga o'xshashla tarovih namozini o'qisa bo'ladi va o'qish tashabbus qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki Ramazonning fazilatiga ishinib va savob umid qilib tarovih namozi o'qisa, uning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Bu xitob ayol har ikkilisiga o'rtaqdir. Ayollar qayerda o'qigani afzal. Bu masalada shariatning ko'rsatmasi intayin go'zal. Uyda o'qish bo'lsa, ayollar uchun tarovih namozini uyda o'qish afzal va savobi yuqoridir. Chunki ayol kishi uyda o'zini eng erkin, tinch va xushud, ya'ni zihni yig'ilgan holatda his qila oladi. Masjidda o'qish. Agar masjidda ayollar uchun maxsus joy bo'lsa, oila ishlariga daxli yetmasa va yo'lda bexatarlik masalasi bo'lmasa, ayollarning masjidga berib jamoat bilan o'qishimi joiz. Xulosa, qalbning nuri, ruhning arimi. Shundoq, roza tanni poklaydigan, axloqni yuksaltadigan va qalbni haqqa bog'laydigan bir nur bo'lsa, tarovih namozi shu nurning julosidir. Bulubmi ayollar uchun kunduzdagi ro'za tutish, oila xizmati va nafs bilan bo'lgan jihoddan keyin kechining bir qismida Allohning huzurida turish, butun harg'unliklarni yuyib tashlaydigan bir ma'naviy panohgohdir. Mayli siz uyingizning bir bo'lingini masjid qilib,
Xushud ichida rukkuga beshingizni qo'ying yoki masjidning salqin havosida jamoat bilan birlikda Allohning kalomiga quloq soling. Bu namoz sizning qalb ro'zingizni to'liqlaydi. Ayol kishining taravih namozida qilgan duosi oilasining barakati, farzandlarining hidoyati va o'z ruhining oromligidir. Aziz hamshiram, bu muborak oyda ro'zingiz faqat ochliqdala bo'lib qolmasin. Har bir rakat taravih namozingiz sizni xoslarning xosi martabasiga yetkazsin. Qo'rsqimiz tamoq bilan emas, ruhimiz ibodat bilan to'ysin. Alloh, ro'zimizni qalbimizning nuri, namozimizni ruhimizning shifosi qilgin. Bizni tili, a'zosi va qalbi bilan haqqa bog'langan haqiqiy ro'zdorlardan qilgin.